35 millionga texnika oldingiz. Bir oyda bu pul chiqyapti. Bu zo'r deganida. Ayol loyihasida o'qidingiz 3 hafta. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Birinchidan men prixod rasxodimni o'zida katta xato qilgan ekanman. Menga kelayotgan pulni ko'rgan ekanman-da, ketayotganda qayerqa ketdi, nimaga ketdi degan savol bo'lardi har doim. Shu tochkamni bilib oldim, topib oldim. Masalan, mana 35 millionga texnika oldingiz, bir oyda shu texnika orqali qancha daromad topasiz? Hozir o'zi olganimdan keyin yana yangi takliflar tusha boshladi. Men endi ishchilar olganimga hammasini oldirdim. Oldin vaqtim yetadimi yo'qmi deb qo'rqardim, lekin hozir joy bor, ishchi bor, hamma texnikalar bo'lgani uchun hisoblaganimda bir oyda bu pul chiqyapti. Bir oyda 35 million Bir chiqyapti. oyda chiqyapti. Sof foidangiz qancha bo'lyapti? Endi unisini hisoblamadim. Mayli 50% ni olib tashlasak ham, mayli bir 15 millionni olib tashlang, 20 million o'zingizga qoladi sof foyda, to'g'rimi? Bu zo'r deganida bu. Ayol boshingiz bilan yosh bo'lib turib, bir oyda 20 million sof foyda texnika olib, juda zo'r.